Kolosliqlarga yezilgan xat. Birinchi bob. Xudoning irodasi bilan Eyso Masihning elchisi bo'lishga tanlangan menki Pavlus va men orqali qarindishimiz Timotiydan Kolosiy shahridagi Eyso Masihga mansub bo'lgan sodiq va muqaddas xalqqa salom. Xudo otimiz sizlarga mehr shafqat va omonlik ato qilg'ay. Biz sizlar uchun duo qilganda hamisha Rabbimiz Eyso Masihning otisi bo'lgan Xudoga shukr etimiz. Chunki biz sizlarning Eyso Masihga e'tiqod qilganlardan va Xudoning barliq muqaddas xalqiga mehr muhabbat ko'rsatganinglardan xabar topdik. Sizlarning e'tiqodinglar va mehr muhabbatinglar erishda sizlar uchun saqlanayotgan haqiqiy boyliqqa bo'lgan umidinglardan kelgan. Haqiqatdan iborat bo'lgan xush xabar sizlarga dastlabda yetkazilgan chog'dila bu umid sizlarda paydo bo'lgan. Xush xabar sizlarga yetganda sizlar Xudoning mehr shafqatini haqiqiy tonib yetdinglar. Ushbu xush xabar oranglarda birinchi kundan tortib meva berib, o'z ta'sirini ko'rsatganidek, hozirmi dunyoning nurg'un joylarida shundoq qilmoqda. Sizlar Xudoning bu mehr shafqati to'g'riliq bizning qadrli xizmatdishimiz Epafroddan ta'lim oldinglar. U Eyso Masihning sodiq xizmatkori bo'lib, bizning o'rnimizda sizlar uchun xizmat qilyotdi. U yana muqaddas ruh sizlarga ato qilgan mehr muhabbatdan bizni xabardor qildi. Shunga biz sizlar to'g'risidagi bu xabarni anglagan kundan boshlab sizlar uchun davomliq duo qilib turyapmiz. Biz duoyimizda Xudodan shuni tiladikki, sizlar muqaddas ruh orqali aql farosatga to'lib, Xudoning irodasi to'g'riliq to'liq tushunchaga erishgaysizlar. Shundoq bo'lganda Rabbimizning irodasiga munosib yashab, har jihatdan uni xursand qila olaysizlar. Hamda hayotinglarda har bir yaxshi ishda meva berib, Xudoni texmi chunqur to'nib yetalaysizlar. Biz yana shuni tildikki, Xudo sizlarni o'zining ulug' qudrati bilan kuchlantirgay. Shundoq bo'lganda sizlar har qanday ishga savrchanlik bilan bardoshlik beralaysizlar. Hamda xushol-xuramlikqa cho'mib, Xudo otimizga shukr etisizlar. Chunki Xudo sizlarni yo'riqlikda yashayotgan barliq muqaddas xalqining mirosidan o'rtaq bahramon bo'lishga loyiq qildi. U bizni shaytonning zulm zahmatidan qutuldirib, söyümlük oğlunun padşahlığına elib kirdi. Biz onun söyümlük oğlu arqılıq günahının qulluğundan erkin bolduk. Yani günahlarımız keçirim qılındı. Eyso Masih köz bilen körgülü bo'lmaydigan Xudoning obrazıdır. U barliq mavjudotlardan burun mavjud bo'lgan bo'lib, ulardan üstün turdi. Chunki mayli yer yuzida yoki arshda bo'lsin, mavjudotlarning hammasi u orqali yaratilgan. Ko'gili bo'lgan mavjudotlar yoki ko'gili bo'lmaydigan arshdagi har qanday martabaliklar, mansabdorlar, hukmronlar va huquqdorlar bo'lsin, hammasi u orqali va uning uchun yaratilgandir. U barliq mavjudotlardan burun mavjuddir. Barliq mavjudotlar u orqaliqla mavjud bo'lib turdi. Eyso Masih o'z tenidan iborat bo'lgan e'tiqodchilar jamoatchiligining beshi va uning barpo qilg'uvchisidir. Uning har jihatdan butkul mavjudotlardan ustun turishi uchun u eng avval o'limdan mangulikka tirildirilgan. Xudo o'zining barliq mukammal tabiatining uningda bo'lishidan söyindi. Hamda
u orqali yer yuzi va arishdiki barliq mavjudotni o'zi bilan yarashtirib, uning kristda oqqizgan qini orqali inoqlikni asliga keltirishdanmi so'yindi. İlgari sizlarmi Xudodan ayrilib, qilgan yomon o'y fikringlar va ishinglar sababidan uning bilan dushmanlashgan edinglar. Biroq hozir Xudo o'z o'g'li Ayso Masihning inson tenida krestga mixlanib qurbon bo'lishi orqali sizlarni o'zi bilan yarashtirdi. Buningdan maqsad sizlarning Xudoning oldida pok, qusursiz ve ayıpsiz bo'lishinglar uchundir. Lekin sizlar cho'qim e'tiqodinglarda tavranmay, chin ve mustahkam turishinglar. Xushxabar sizlarga elib kelgan umiddan voz kechmasliginglar kerak. Bu xushxabar butun yer yuzida yetkazayotgan bo'lib, men Pavlusmu uni yetkazishga tayinlandim. Men hozir sizlar uchun azob oqibat tatvatqınımga xursandman. Chunki xuddi Ayso Masih azob oqibat tatqanga o'xshash, men uning teni, ya'ni e'tiqodchilar jamoatchiligi uchun tortishga tegishli bo'lgan azob oqibatning bir qismini o'z tenimda tatyapman. Xudo xushxabarning sizlarga yetkazishi uchun meni e'tiqodchilar jamoatchiligining xizmatkori qilib tayinladi. Bu xushxabar al-Misohdan buyon oshkorlangan. Hozir uning siri Xudoning muqaddas xalqiga ayon qilindi. Xudo bu sirning sizlar Yahudi emaslarga-mu haqiqiy ulug'liq elib keldiganligini o'z muqaddas xalqiga bildirishdan so'yindi. Bu sir dal Ayso Masihning qalbinglarda ekanligidir. Bu sizlar umid qilgan ulug'liqqa kelgusida erishinglarning kapolatidir. Shunga biz Ayso Masih to'g'risidagi xushxabarni barliq insonlarga yetkazishga, shundaqla Xudo bizga ato qilgan barliq aql farosat bilan ularga nasihat qilib, ta'lim berishga tirishyapmiz. Buningdan maqsad ularning Ayso Masihga mansub bo'lib, uningga bo'lgan e'tiqodining har jihatdan to'liq yetilgan holda Xudoning oldiga berishi uchundir. Bu maqsadga yetish uchun Ayso Masihdan kelgan hayotimda namoyon bo'layotgan zo'r kuchga toyinib, tirishib, tirmishib ishlayapman.